محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا. نسألك يا الله، نسألك يا حنان، نسألك يا منان، نسألك يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين من شر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه عنا أحد غيرك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا أرحم الراحمين تقبل اللهم رجاءنا ودعاءنا وتلاوتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وارزقنا شفاعة القرآن، وارزقنا شفاعة الصيام وشفاعة خير الأنام، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وطمس على وجوه أعدائنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaykum dünyanın hər qaysı joylaridagi suyumlik do'stlar. Tantənisi bilan bizni hayajonga salgan, Allohning roziligiga qalblarimizni mushtaq qilgan muborak Ramazon oyi tugab, qutlug' ro'za itini kutilish olib turmoqdamiz. Bu munosabat bilan qarindoshlarimizning Ramazon oyida qilgan amallarining Allohning huzurida maqbul bo'lishini tilaymiz. Her kuni şer'i mazmunlar ve İslami suallar arqılıq dinimiz haqqında izlenishga qiziqtirib, o'rganishga yetaklab kelayotgan Rabbimga qaytaman nomli programmamizda bugun sizlar bilan xo'shlashqili keldik. Do'stum, Ramazonning hadiya sifatida tayyorlangan programmamizni sizmi ko'rdingizmi? Qanday manfaatlarni oldingiz? Ana vatandan yiroqlarda yashab, Türk maktablarida o'qiyotgan bizga ana tilimizda mazmun sunish haqiqatanmi osonga to'xtamadi. Biz dinimizni ana tilimizda o'rganib qolmay, dinimizni do'stlarimizga yetkazish va o'rgatishdan iborat muqaddas majburiyatimizdan voz kechmadik. Vatanimizdagi do'stlarimiz majburiy holda e'tiqodidan, tilidan, madaniyatidan yiroqlashtirilib, Xitoy bo'lishga zo'rlanayotgan bugungi kunlarda g'aflatda yashashni o'zimizga yarashtira olmadik. Qo'limizdan kelgancha tirishib ko'rishni tanladik. Qalbimiz xushalliqqa to'lib yashagan Ramazon oyining huzurini sizlarga qisndik. Suhur iftorliq, Qur'on tilovati, zikr tasbih, tarovih va maktabda berilgan topshiriqlar. Ders muzokiralarini davlat maktabimizdagi o'qishlarimizni davomlashtirib turibmi qila oldik. Tahi Ramazon oyi bo'yicha tarovih namozi oraliqida sanavar ustozimiz Ramazonning maxsus tayyorlagan "Ey qizim" darsliklarini anglabmi ulgurdik. Vaqt plan bilan ahamiyatli ishlarga sarf qilinganda nima degan barakatli o'tgana? Vaqtning bu barakatiga Ramazon oyi bo'yicha kundalik plan tartiblarimiz hech buzilmasdan namoz, roza, amal ibodatlarimiz va o'qishlarimizni kam-ko'ta qilmay o'rinli olgan biz shohid bo'ldik. Charchamadinglarmi deb so'rashinglar mumkin. Albatta charchadik. Ammo biz Ramazonni mingimiz va jismimizni chiniqtiradigan, o'zimizni tarbiyalaydigan yaxshi bir fursat deb bildik. Ramazon bizlarga toqatni, o'zni kontrol qilishni, irodalik bo'lishni o'rgatdi. Yaramliq bir inson bo'lishning asosi bo'lgan ruhni qandoq kuchlantirish va tavlashni o'rgatdi. Qimmatli mehmonimiz bu so'g'idan atlab eshikdan chiqishga qadam oldi. Biz uni uzatish uchun ko'zimizga yosh olganimizcha eshik oldiga chiqdik. Bizga rahmat va nur bo'lib kelgan ey Ramazon. Kelar yili biz yana sen bilan uchrasha olamizmi? Xo'sh kelding Ramazon bilan kelgan edik. Xayr xo'sh Ramazon bilan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizning kelish oldi turgan ro'ziyatini tabriklaymiz. Ro'ziyatimizga muborak bo'lsin. Ey mehribon Rabbimiz.
Ramazan iyidi ko'rsatgan tirishchanliklarimizni Ramazandan keyingi oylarga ham ulaştırgın. Nafsi xohishimizni yengib, har vaqt o'zing tarafga qaytquchilardan qilgin. Ey mehribon Rabbimiz, dinimiz g'arib bo'lgan bugungi kunda bizlar orqali uni kuchlantirgin. Bizga o'zingning yo'lda xizmat qilg'idek tavranmas iymon, jasorat ato qilgin. Bizni, millatimiz xonim qizlarini isloh qilish orqali bu millatni, bu ummatni isloh qilib bergin. Ey mehribon Alloh, gunohlarimizni kechirgin. Kamtikligimizni to'liqlig'in. Sana seg'inib aytganlarga amal qilmaydigan, iymoniy qalblariga yetmaganlardan bo'lib qilishdan panoh tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in. Sen do'stlaringni to'g'ri yo'lga boshlag'ursan.